Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugungi navbatdagi darsligimiz tan olinishni istashlik haqida. Nima uchun buni alohida bir darslik sifatida boshladim? Sababi hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar rivojlanganligi va qanaqadir ta'sirini o'tkazayotganligi evaziga insoniyatda riyokorlik juda kuchaymoqda va shu bilan birgalikda insonlarda tan olinishni istashlik va buni natijasida insonni o'ziga bo'lgan ishonchi pasayishlik holatlari kuchaymoqda. Doim o'zi inson nimani xohlaydi? Nimani xohlaydi? Biz juda ko'p samootenka mavzusini o'rganamiz va shu bilan birgalikda o'rgangan bo'lishingiz kerak. Samootenka o'ziga bo'lgan ishonch. O'ziga bo'lgan ishonch degani bu o'zini o'zi tan olish degani. Endi qarang, nima uchun ijtimoiy tarmoqlarda inson o'zini juda ham ko'p rasmlarini, videolarini, turmush o'rtog'i bilan qiladigan munosabatlarini, qaysidir davlatga borganini, qaysidir yangi kiyim olganligini ko'rsatgisi keladi yoki o'zini go'zalligini ko'rsatgisi keladi. Sababi inson shular orqali tan olinishni xohlaydi. Ya'ni go'zal deb tan olinishi, muvaffaqiyatli deb tan olinishi yoki badavlat deb tan olinishi, jamiyatda o'zini o'rniga ega deb tan olinishi, umuman olganda kerakli deb tan olinishni xohlaganligi uchun mana shu amallar qilinadi. Va mana shu tan olinish uchun hozirgi kunda turlicha inson o'zini qadriyatiga mos va mos bo'lmagan amallar qilinadi. Ayniqsa bu blogerlar orasida, deylik, psixologlar, umuman olganda ekspertlar, bu faqat psixolog emas, misol jamiyatda o'zini o'rniga ega bo'lishni xohlayotgan istalgan kasb egasi, istalgan insonni biz kuzatadigan bo'lsak, demak, o'sha joyda ko'rishimiz mumkin, o'zini qadriyatiga mos bo'lmagan holatda nimadir amallar qilinadi. Misol, yotib olib reelslar olish, ayol kishi misol uchun yoki har xil turmush o'rtog'i bilan sanlab gaplashganini ko'rsatish, quchoqlashganini ko'rsatish, chet ellarda yugurib borib nima deydi, quchoqlash videolariga olib ko'rsatish, har xil xullas holatlar kuzatiladi. Bu men o'ylaymanki, turmush o'rtoq umuman olganda insonni hayoti shaxsiy hayot deyiladi va bu juda ham shaxsiy bo'lgan munosabatlar. Juda ham shaxsiy bo'lgan munosabatlarni ommaga olib chiqish bu tan olinishni xohlash hisoblanadi. Nima uchun aynan blogerlar deb aytaman, ekspertlar deb aytayapman? Sababi shu insonlar orqali oddiy xalq ham shunga harakat qilayotganligi, shu orqadan ketayotganligi evaziga aytayapman. Deylik, bir o'zingizni xatti-harakatingizni tahlil qilib ko'ring. Nima uchun ijtimoiy tarmoqlarda rasm qo'ygingiz kelyapti? Nima uchun badavlat bo'lgingiz kelyapti? Nima uchun misol sevikli, suyukli bo'lgingiz kelyapti? Nima uchun turmushga chiqqingiz kelyapti? Nima uchun hozirgi muammoyingizni hal qilgingiz kelyapti? Nima uchun? Nima uchun? Mana shu savolga o'zingizga javob bering. Tagida nima yotadi o'zi? Mana bugun oxirigacha eshitadigan bo'lsangiz, ishoning, butun hayotingiz boshqacha bo'lib ketadi inshaalloh. Tagida tan olinishni istash. Turmush o'rtog'ingiz sizni tan olishini xohlaysiz, shuning uchun suyukli bo'lgingiz keladi. Jamiyat sizni tan olishini xohlaysiz, o'shaning uchun chiroyli kiyinib, ijtimoiy tarmoqlarda rasmni qo'yish, filtrlar ishlatish yoki bo'lmasam turmush o'rtoq bilan munosabatlar ko'rsatish, qayerga bordi, nima kiydi, nima qo'ydi, nima yedi, nima oldi, qanaqa mashina oldi, qanaqa uy oldi, xullas hammasini ko'rsatish paydo bo'ladi. Nima uchun? Tan olingimiz keladi. Endi qarang. Alloh taolo Odam alayhisalom yaratgan payti, hali Odam alayhisalom yaratmasidan oldin u butun yaratmalariga maqtandi. Men yaratmalarning, ya'ni yaratgan yaratmalarimning ichida eng afzalini yaratyapman deb hali Odam alayhisalom yaratilmasidan oldin Alloh taolo 3 marta maqtab, 3 marta tan oldi va hammaga tan oldirdi. Ya'ni mening yaratmalarimning eng afzali yaratilyapti.
eng afzali. Farishtalar o'sha payt so'raydi. Nimasi bilan u afzal? Bizga o'xshab u ham zikrlaydi, senga itoat qiladi, senga sajda qiladi, senga xizmat qiladi. Nimasi bilan uni afzal deb so'rashadi. O'sha payti Alloh taolo aytadiki, 3 ta narsa berdim bandamga. O'shanisi bilan qolgan yaratmalarimda u afzal deydi. Ya'ni loyda yaratilganligi, u har narsani balansga keltira olishi, ya'ni balans degani bu, misol uchun siz qattiq jahlingiz chiqib turgan bo'lsa ham, qorningiz ochgan payti nima qilasiz? Qorningiz ochganligini his qilasiz, ovqat yeysiz. Misol, rulda ketayotgan paytingizda qattiq nimanidandir asabiylashayotgan bo'lsangiz yoki nimanidir o'ylab ketyapsiz, hatto mashina haydab ketayotganligingizga e'tibor ham esingizdan ham chiqib ketadi. Lekin qizil yongan payti to'xtashni bilamiz. Bu Alloh bizni ongimizga balansga keltirish fazilatini berdi. Uchinchidan esa bu Alloh o'zini ruhidan bizni badanimizga pufladi. Ya'ni o'zini ruhidan ruh ato qildi bizga, jon ato qildi bizga. Mana shu 3 ta xislat bilan Alloh bizani Odam alayhisalom yaratilishidan oldin 3 marta o'zi maqtab qo'ydi. Ya'ni sizni bu dunyoda Alloh yaratib qo'ygan bandalari tan olishdan oldin 18 ming olamni tan olib bo'lgan Alloh qanaqa bo'lishimizdan qat'iy nazar u tan olib bo'ldi bizani. Xoh bo'yimiz past, xoh bo'yimiz uzun, xoh semiz, xoh ozg'in, xoh qora, xoh oq, xoh badavlat, xoh kambag'al, xoh xunuk, xoh chiroyli, xoh biz baxtli bo'laylik, xoh baxtsiz bo'laylik, xoh xiyonatga uchragan bo'laylik, xoh uchramagan bo'laylik. Nima bo'lgan bo'lsa ham, hozir qaysi holatda bo'lgan bo'lsangiz ham, qaysi holatda yashayotgan bo'lsangiz ham, Alloh sizni tan olib bo'lgan. Mana shu tan olinishni o'zi bizga yetadi menimcha. Ana o'shanda insonda haqiqiy samootsanka paydo bo'ladi. Deylik, siz ich-ichingizdan qattiq qalbingiz og'riyapti. Sizni kimdir tan olmadi deylik. Sizni yomon ko'ryapti o'sha joyda. Sen undosan degan sizga har xil tamg'alar qo'yilyapti. O'sha joyda siz o'zingizga ayting, "Xo'p, sen meni tan olmay, lekin meni Alloh tan olib bo'lgan. Tan olib meni o'zi yaratib bo'lgan. Sen meni yaxshi ko'rma, lekin Alloh meni yaxshi ko'radi. Qanaqa bo'lishimdan qat'iy nazar. Xoh nogiron bo'ling, xoh xunuk bo'ling, xoh chiroyli bo'ling, meni Alloh tan olib bo'lgan." Va ich-ichingizdan mana shu narsaga ishonchga kelishingiz bilan siz dunyoga isbotlab tan olinish hissiyotidan to'xtaysiz. Va ana o'shanda sizda haqiqiy hayot, haqiqiy tinchlik, haqiqiy xotirjamlik, haqiqiy sakinat boshlanadi. Va ana o'shanda sizda 10x emas, 100x darajadagi transformatsiya, muvaffaqiyat va ko'zingiz oldidagi shang'ir-shung'ur, qulog'ingiz oldidagi shang'ir-shung'ur hayot tugaydi va siz qanaqadir bir xil oqimda mazza qilib ketasiz. Alloh sizni tan olgan. Siz bandalar tan olishi uchun riyokorlikka berilib ketmang. Bu hozir juda ham kuchaydi va men xohlardim hamma narsa insonni o'zida shaxsiyligicha qolishini, tan olinishi, dunyo tan olishi va insonlar tan olinishi uchun har xil ko'yga tushmaslikni, har xil obrazga tushmaslikni, yolg'on fisq-fasod qilmaslikni juda ham xohlardim va ana o'shanda menimcha hamma o'zini roliga ham tushgan bo'lardi. Darsligimiz Alloh taolo siz va bizga manfaatli qilsin. Keyingi darsligimiz nima haqida bo'lishini xohlardingiz, albatta kommentariyada yozib qoldiring va biz shu bo'yicha darsliklar qilishga harakat qilamiz.